Va nihoyat universitetni bitirdim. Ana endi o'qituvchi bo'laman. Bolaga dars beraman, bilim beraman. Bisom qo'yib beraman, g'ish qo'yib beraman. Oyoq kiyib beraman, nima narsaga beraman. Hijob faqat olib keting, iltimos olib keting. Men universitetni tamomladim. Endi biznes ledi bo'lib, hamma bizneslarimni rivojlantiraman. Mana zakazingiz. Ochib bermaysizmi uni? Voy, meni qo'llarim juda ham nejniy. Siz mashinasi o'zingizchingiz bo'ladi. Bo'lmasa olib ketavering. Menga ochib berib olib keling. Yoqimli ishtaha. Va nihoyat o'qishni bitirdim. Endi zo'r qo'shiqchi bo'lib, jahon arenalarida qo'shiq aytaman. La donn'amore et il vento una fare una del vento. Qoyila, shunaqa bulbulga o'xshagan ovozing bor ekan, nima qilasan? Rossiyada ishlab, undan ko'ra to'ylarni big'illatmaysanmi? Meni qo'yyor, mendan ham zo'r talantli anaqa ishlayapti. Va nihoyat universitetni tamomladim. Endi buyuk aktyor bo'laman. Oskar olaman. Kinoni qaytaraman. Eyvoh, trobkani qarang. Taksichilarga osonmas axir. Teatralni bitirganmisiz deyman. Ha, baxtga qarshi shunaqa bo'lib qolgan. O'zingiz-chi? MP O'zbekiston ilovasida ishlayman. Qanaqa ilova u? Bu Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda naqd dollar ko'rinishida pul o'tkazsa bo'ladi. Yo, ajabo. 0.5% komissiyasini hisoblaganda ham bundan zo'r kurs yo'q. Bravo! Bundan tashqari MP orqali Uzkart, Visa kart, kommunal to'lovlarga pul jo'natsa bo'ladi. Ajoyib, zo'r ekan. Piyodalar yo'lidan o'tsak bo'lmaydimi? Ablahni qarang. Men universitetni bitirdim. Ana endi bankir bo'laman, odamlarga kredit beraman. Nima? $200? Xohlasangiz boshlang'ich to'lovini to'lab, qolganini oyma-oy bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Mayli, penga tug'masa bo'ldi.